Assalomu alaykum hurmatli haqiqatni izləyənlər. Muqaddas kitabımızdan başlasak, Qur'on-i Kerimdə Allah əvətgan ayətlər və Allah'ın kainatda yaratqan dəlilləri haqqında o'ylashimizni aytdı. Qur'onda tafakkurga ilhom beradigan 700 dan ortiq ayat bor bo'lib, biz bu muqaddas kitobga iymon etquchilar bo'lish sifatimiz bilan o'tmishimizni, bugunimizni va kelajagimizni qancha tafakkur qilib boqdik va qilyapmiz. Rost uchurlardan yolg'on uchurlar 6 tez tarqalgan bugungi kunda biz ve farzandlarimizni yolg'on ve keraksiz uchurlar axlatxonasidan qutuldirib chiqib, o'zimizga xos rost bilan yolg'onni ayriya oladigan bir tafakkur va fikr so'zguchimizni tayyorlashga tirishib boqdikmi? Mana yuqorida deb o'tgan bir qancha oddiy savollarga javob topishimiz bizning bir umrimizni elishi mumkin. Biz bu kanalni 3 boyutli tafakkur qilish va o'zimizga xos so'zguchlarimizni tayyorlashimiz, o'zimizning izlanishlarni ko'pchilikka sunish uchun bu kanalni boshlagan bo'ldik.